Mundaq bir gapni anglagan edim. Bu dunyoda yashash uchun o'zaro g'amxo'rlik qilish kerak. Faqat bir-birimizning qalbini illatganimizdala kishilik hayot umidsizlik sababidan ahamiyatini yo'qotib qo'ymaydi. Balkim bu ko'p qism kishilar to'piga singib kirishini, munosabat o'rnatishini orzu qilishdagi sabab bo'lsa kerak. Lekin kishilik munosabat kishiga baxt tuyg'usi elib kelish bilan bir vaqtda yana ziyonma elib keladi. O'zaro talpinadigan talay munosabat oxiriga kelganda bizarlikqa aylanib qoladi. Baştaki eng qizg'in hissiyat ko'p hollarda sizni eng oson umidsizlantirib qo'yadi. Biz nurg'un odamlarni uchirtib, talay qismatlarni boshdan kechirib, shuni tushunadi ekanmiz. Kishilik hayotda nurg'un ishlar tirishchanligimizga bog'liq bo'lsa-mu, lekin kishilik munosabat undaq emas. Sizning qanchalik tirishqiningiz, qanchalik uzoq davomlashtirishingizdan qat'iy nazar, ba'zida bu munosabatlar ching siqimdalgan qum kabi shuncha tez g'oyib bo'ladi. Shunga voz kechishga tegishli bo'lsa voz kechish kerak. Qadrlashga tegishli bo'lsa cho'qim qadrlash kerak. Har bir odamning o'ziga taalluq yo'li bor. Taqdir hissiyotga astoydil muomala qiladigan har bir odamni ziyon tortqizmaydi. Hayotda ba'zi odamlar siz bilan tasoddifiy uchrashib qilishi va yana siz bilan xo'shlashmayli ketib qilishi mumkin. Yoningizda haqiqiy qoladigan odam dastlabda sizdan ayrilishni o'ylab boqmagan bo'ladi. Sizga haqiqiy ko'ngil bo'ladigan odam hamon sizdan bakrak tashabbuskor bo'ladi. Ba'zi odamlarning sizdan nimishqa ayrildiganligiga kelsak, bu sizning yetarlik yaxshi emasligingizdan bo'lmasdan, balki vaqtning o'tishiga ergishib, sizni o'ziga lozim emasdek his qilgan. Shunga ayrilmoqchi bo'lgan. O'xshash bir odamning burun sizni yaxshi ko'rdigini rost bo'lishi ham hozir sizdan bizar bo'lganimi rost bo'lishi mumkin. Biz kishilar qalbini kontrol qila olmaymiz. Qila oladiganimiz faqat vaziyatga qarab ish qilish. To'g'ri odamga uchrash albatta bir xil talay. Xato odamga uchrab qilish bu baxtsizlikning boshlanishi. Mubodo buni bayqab qolsangiz, darhol bu odamdan yiroqlab keting va baxtsizlikni uzoq davomlashtirmang. Kishilik aloqada har qanday munosabatni uzoq davomlashidi, mangulik bo'ladi deb ortiqcha mo'lchallab etmang. Siz ko'ngil bo'ladigan odamlarni sizga ko'ngil bo'ladi deb qarab olmang. Bu dunyoda qandoshlik, tuqqandarchilik munosabati uzilmagandan sirt boshqa har qanday munosabat vaqtning o'tishiga ergishib o'zgaradi. Siz bir odamni yaxshi ko'rsangiz, u odam uchun har qanday bedel to'lashni xohlaysiz. Bu o'zingizning tanlashidan bo'lgan. Lekin sizning bu chin qalbingizni uning tushunishi va sizni siz sevgan kabi chunqur sevgan bo'lishi notayin. Ba'zida kishilik munosabat tasavvurimizdagidek ojiz bo'ladi. Salli bexastalik qilsak, u suslashib ketadi. Boshqalarning qalbidagi o'rningizni bak yuqori mo'ljallab etmang. Mubodo undaq bo'lmay qolsa, yana siz azariyib qolasiz. Siz o'zingiz muhim deb qaragan ba'zi hissiyotlar boshqalarga unchalik muhim bo'lmasligi mumkin. Shunga kishilik hayotda odam hamon hammaga yuzlanishni o'rganib olish kerak. Reallikni aniq tonish, ahvolga qarab muomala qilish, mustaqil tonishini saqlash, bir mezgil uzoq muddatlik munosabatni barpo qilishning oldingi sharti. Hamma odamning o'ziga taalluq yo'li bor. Har qanday odamni yoningizda qilib sizga hamroh bo'lishga majburlamang. Hayot safarida ba'zi kishilar siz bilan nurg'un yo'llarni birga bosgan bo'lishi mumkin. Lekin oxiriga kelganda ularning yo'linishi o'zgarib qolsa, siz ularni yoningizda tutib qolishga urinmang. Ularni yoningizda qilishga majburlamang. Albatta, ulardan tuyuqsiz ayrilib qilishdagi azobdan xalos bo'la olmaysiz. Lekin u qolmoqchi bo'lsa, har amallar bilan yoningizda qoladi. Ketmoqchi bo'lgan ekan, sababini ortiq surishtirib, uni majburlamang. Mayli burun qanchalik go'zal aslamalar o'tgan bo'lsin. Munosabat suslashsa, hissiyat suslashib ketadi. Majburiy tutib qolsangiz, burunqidek qizg'inlik bo'lmaydi. O'z-o'zingizni charchitib qo'ysiz xolos. Shunga ketaman desa qo'yib bering. Qilishga majburlamang. Qalbingizni tinchlantiring. Yoning'izdagi chog'da qadrlashni, xo'shlashganda bo'lsa, chiroyli uzatib qo'yishni o'rganib oling. Siz yana hayot safarida talay kishilarni uchirtisiz. Ketib qolganlar uchun afsuslanmang. Buningdan keyin uchratmoqchi bo'lgan kishilarni yo'qotib qo'yishdan burun qadrlashni, burunqidek hamma odamni sizdan yiroqlashmaydi deb yuzakila o'ylab olmasdan, tuyuqsiz ayrilishlarga qarata idealingizda tayyorlik bo'lishini, mubodo ular ketmoqchi bo'lsa, ulardan voz kechishni o'rganib olishingizni, o'zingizga taalluq yo'lda mengib, kishilik hayotingizni xushal va ma'nilik o'tkazishingizni umid qilaman. Yoningizdan ketib qolmaydigan umrlik hamrohingizni tepilishingizga tilakdoshman.